O'zbek xalqining azaliy va ezgu qadriyatlarini o'zida mujassam etgan ona tabiat va odamlar ruhiyatida yuz beradigan yasharish va yangilanishni to'la namoyon qilib kelgan Navro'zi olam xalq bayramiga aylangan. U o'tmish, bugun va kelajakni bog'lab turuvchi ko'prikdir. Ushbu ayyom bizga hayotning har bir lahzasini qadrlashni, tabiat va inson o'rtasidagi uyg'unlikni asrashni o'rgatadi. Navro'z bu bag'rikenglik va saxovat ayyomi. Bu kunda katta-kichik bir-birini tabriklab, yorug' niyatlar qiladi, ehtiyojmandlarga yordam qo'lini cho'zadi. Qadriyatlarimiz namoyon bo'lib, milliy taomlarimiz, ayniqsa sumalak atrofida ahillik va birdamlik muhiti yanada mustahkamlanadi. Mahallalarda o'tkaziladigan obodonlashtirish ishlari, ko'chat ekish, hasharlar esa yurtga bo'lgan muhabbatning amaliy ifodasidir. Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ham ana shu yangilanish g'oyasi bilan hamohangdir. Inson qadrini ulug'lash, farovon hayot barpo etish yo'lidagi harakatlar Navro'z ruhini hayotimizga yanada chuqur singdirmoqda. Buni hududlarda tashkil etilayotgan bayram sayillarida ham kuzatish mumkin. Albatta, tinch osuda yurtga bayramlar yarashadi. Bugunidan mamnun, ertasidan ko'ngli to'q insonlarga xursandchiliklar, shodiyonalar tatiydi. Konimix tumanining Zafarobod qo'rg'onida o'tkazilgan Navro'z sayli ham ana shunday keng ma'no kasb etdi. Ushbu hudud an'anaviy ravishda sanoat maskani sifatida tanilgan bo'lsa-da, bayram jarayonlari orqali ijtimoiy hayot, ma'naviy muhit va iqtisodiy taraqqiyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlik yaqqol namoyonligini kuzatish mumkin. Zafarobod ko'li atrofida Navro'z sayli tashkil etilib, ko'l atrofi bo'ylab tizilgan o'tovlarda xalqimizning asrlar bo'yi davom etib kelayotgan milliy an'analari, laparu o'lanlar, bir tarafda milliy sport o'yinlari namoyish etildi. Navro'z keldi! Bayramning boshi sayrga ho sayrga, bugun bayramning boshi sayrga ho sayrga. Bayram yilboshi sayrga ho sayrga, bugun bayram yilboshi sayrga ho sayrga. Azizlar, bugun mana shunday ko'tarinki kayfiyatda Konimix tumani Zafarobod shaharchasi Zafarobod ko'lida katta Navro'z sayli bo'lib o'tmoqda. Bu juda ham xalqimiz uchun kerakli bo'lgan yangilanish, yosharish fasli. Yurtboshimiz aytgandek, Navro'zni ulug'lash, yanada qo'llab, go'zal qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni yanada yoshlarga yetkazish, targ'ib qilishdan iboratdir. Bugun ham biz mana jamoamiz Shodlik folklor ansambli bilan mana shunday ajoyib bir sayilgohda xalqimizga o'zimizning milliy urf-odat qo'shiqlarimizni taqdim etib kelmoqdamiz. Qo'shiqlarimiz mana kashtachilik, dehqonchilik, chorvachilik, har xil millat qo'shiqlaridan tuzilgan. Chunki Zafarobod xalqi har xil millatli, ko'p millatli xalqlardan iborat bo'lgani sabab bizda o'zbekcha, qozoqcha, ruscha, tatarcha, qoraqalpoqcha qo'shiqlarni ijro qilib kelamiz. Jamoamizda bugungi kunda 30-35 nafarga yaqin ishtirokchilar bor. Tumanda, viloyatda bo'ladigan, Navoiy metallurgiya kombinatidagi madaniyat muassasalari o'rtasida bo'ladigan Qizilqum oltin merosi tanlovlarida qatnashib, faxrli birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelmoqdamiz. Bugun ham mana xalqimizga xizmatdamiz. Navro'z muborak bo'lsin barchaga. Yildan yilga quvonchda, fayzda hammamiz omon bo'lib, kelasi yil Navro'zlarga sog' salomat yetaylik. Bayram barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Navro'z umum xalq bayrami. Navro'zimizda bu eskidan qolib kelgan o'zimizning salt dasturlarimizni ko'rsatamiz. Bugungi o'zimiz Navro'z bayramimizga bizlar qozoq dasturlarining kelin salomlab keldik. Keyin qisovga serab keldik. Sunnatga o'tirg'izuv dasturlarini olib keldik. Navro'zda o'zimizning milliy taomlarimiz tayyorlanadi. Bizlarda besh barmoq, qovurdoq, sut go'ji, talqan, qurt, irimshik milliy taomlarimiz tayyorlanadi. Ko'p millatli bo'lsa ham urf-odatlarimiz yaqin. Bizlar esimizdan chiqarmaymiz.
har bayramda quvonch bilan kutib, yaxshi shunday o'tkazamiz. Navruzda do'stlik bayrami deb aytsak bo'ladi. Zafarobod shaharchamizda mana sportga juda ham yaxshi e'tibor qaratilgan. Mana mingdan ziyod bolalarimiz va ishchilarimiz shug'ullanadi. Mana sport turlariga kelsak, boks, kurash, milliy kurash, judo, taekwondo qo'shildi yaqinda, badiiy gimnastika, boks turi, ana shu hamma sport turlari, suzish bor. Sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Mana bugun bayramda milliy sport o'yinlarini tosh ko'tarish, arqon tortish, qo'l kurash, milliy to'y kurash sport turlarimiz bor, varrak uchirish. Qayd etish joiz, o'tgan yillar mobaynida hududda Navoiy Uran davlat korxonasi tomonidan ko'pgina obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Yoshlar uchun sport majmualari, kutubxona qurilib, aholining maroqli dam olishi uchun ko'l atrofi qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirilgan edi. Bugun ushbu bahovo maskan keksa-yu yosh uchun qulay imkoniyatlarni jamlagan. O'tgan yil mana shu ko'l juda ham bir qurib qolgan bir qarovsiz holatda edi. Navoiy Uran davlat korxonasining tashabbusi bilan prezidentimizning qo'llab-quvvatlashlari natijasida mana shu Zafarobod qo'rg'onida juda katta bunyodkorlik ishlari olib borildi. Aynan mana shu ko'l atrofi obod qilindi, unga suv muntazam ravishda kelib turishi ta'minlanmoqda. Bundan tashqari ko'l atrofida bolalar uchun sport maydonchasi, street workout maydonchalari, ko'lga yondosh hududda amfiteatr qurib foydalanishga topshirildi. Undan tashqari prezidentimizning kitob targ'ibotlariga oid topshiriq asosan kutubxona foydalanishga topshirildi. Kutubxona bugungi kunda 3000 ga yaqin kitoblar bilan ta'minlandi va bunda mana shu qo'rg'onchada yashayotgan, istiqomat qilayotgan yoshlarimiz, aholi bemalol kelib mana shulardan bahramand bo'lyapti. Ko'l atrofida tashkil etilgan Navro'z bayramida nafaqat Zafarobod kon boshqarmasi ishchi xodimlari, balki mana shu qo'rg'onchada istiqomat qilayotgan barcha aholi taklif etilgan. Bundan tashqari mana shu bayram davomida 6 ta bo'linma ishtirokida ko'rik tanlov tashkil etilgan. Ko'rik tanlov 5 ta nominatsiya bo'yicha baholanadi va ularning natijasi bo'yicha albatta kasaba uyushmasi tomonidan rag'batlantiriladi. Bundan tashqari biz mana shu Ramazon oyida hamohang kelgan Navro'z bayramini keng nishonlash maqsadida Ramazon oyida 3 ta tumanda, ya'ni G'azg'on shahri, Qiziltepa tumani va Navoiy shahrida ehtiyojmand oilalardan iftorlik dasturxonlari Tog'kon sanoat va geologiya vazirligi hamda Navoiy Uran davlat korxonasi hamkorligida tashkil etib berildi. Bundan tashqari 100 nafar ehtiyojmand, ishlab chiqarishda boquvchisini yo'qotgan, oilasida nogironi bor ehtiyojmand oilalarga 100 nafarlarga oziq-ovqat to'plamlari yetkazib berildi. Bu yilgi bayram o'zgacha shukuh, o'zgacha kayfiyatda kutib olinmoqda. Men o'ylaymanki, mana shu kutib olingan kayfiyatda yil davomida aholimizni, ishchi xodimlarimizni kayfiyatiga ta'sir qiladi va biz yanada yangi yutuqlar bilan mustaqil O'zbekistonimizni taraqqiyotiga hissa qo'shamiz. Muhtaram prezidentimizning 67-qaroriga asosan mana shu Zafarobod qo'rg'onida 29 ta muhtoj oilaga bir martalik moddiy yordam puli tarqatildi. Shu jumladan bitta kam ta'minlangan oilamizni jarrohlik amaliyoti to'liq o'tkazildi. Bundan tashqari Navoiy Uran davlat korxonasi rahbariyati tomonidan muhtoj oilalarga yordamlar berilyapti. Oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib beryapti hamkorlikda mahalla bilan. Oilalarda bolalarini bilimga chanqoqligini ko'rib, mana shu kutubxonaga jalb qilganman. Kitobxon bolajonlar nomli loyiha qilib, mana shundan samarali foydalanyapmiz. Bundan tashqari nogironligi bor bolalarimizni uylariga borib, u yerda ham shu kitoblardan foydalanishlariga imkon yaratyapmiz. Mana bugungi Navro'z bayramimizda hammasi xursand, farzandlari bilan vasiylikka olingan bolalar ham, nogironligi bor bolalar ham, kam ta'minlangan oilalar albatta bu yerga jalb qilinib, ularni xursand qilib, mana shu bayramni birga nishonlayapmiz. Bugun bu yerdagi sanoat korxonalarida turli millat vakillari ahil ittifoqlikda ishlab chiqarish jarayonlarida xizmat qilib kelmoqda. Buni Navro'z saylidagi turli millat vakillarining faol ishtirokida ham kuzatish mumkin. Bugun o'lkamizda bayram, Navro'z shukuhi, mana bizlar Uran geologiya markazi ishchi xodimlari bayramga ko'tarinki ruhda tayyorgarlik ko'rdik. Har xil milliy taomlar, har xil milliy liboslarda o'z hissamizni qo'shamiz. Navro'z baribir boshqacha bayram, uni ta'riflashga til ojiz. Turli millatlarning urf-odatlarini namoyish etib kelyapmiz. Maqsadimiz do'stlik, birdamlik, shu yurtga xizmat qilish. Shu korxonada ishlayotganimizdan, har xil millat bilan faoliyat ko'rsatganimizdan juda ham xursandmiz. Hammani bayram bilan tabriklayman. Mana bugun Zafarobod shaharchasida
Navruz bayrami juda ko'tarinki ruhda o'tyapti. Mana xalqaro do'stlik, hamjihatlikda, birgalikda mana tashkil qilingan bugungi kunda mana Zafarobod shaharchasida katta obodonchilik ishlari amalga oshirilgan. Yangi inshootlar, mana shu hozirgi turgan joyimiz Zafarobod ko'li ham yangidan rekonstruksiya bo'lib, xalqimiz uchun xizmat qilmoqda. Bugun hamma bir bo'lib Navro'zni xush kayfiyatda nishonlanmoqda. Bayram muborak bo'lsin. Albatta bayram davomida namoyon bo'lgan o'zaro hurmat, hamjihatlik va madaniy xilma-xillik bu shunchaki sahnaviy chiqish emas, balki davlat siyosatidagi bag'rikenglik tamoyillarining amaldagi ifodasi ham. Shuningdek, zamonaviy sanoat yutuqlari bilan bir qatorda mehnatkash insonlarning fidokorona mehnati, ishlab chiqarish madaniyati va milliy qadriyat an'analar uyg'unligi jamlandi. Navruz bayrami umummilliy sayillar bilan, odamlarning mehr-oqibati ko'zga tushganliklari bilan, hamma bir-birini ko'rib, xaloq-xor so'rashlari bilan juda ham boshqacha kayfiyat beradi. Zafarobodda o'zgarishlar juda ham katta. Avval bu yerga kelganimizda cho'lga kelganday bo'lardik. Hozir kelsak katta shaharga aylanibdi Zafarobod qo'rg'onimiz. Zafarobod qo'rg'onimiz fayzli, obodli bo'lgan. Juda ham xursand bo'ldim ko'rib, to'g'risi. Zafarobod qo'rg'onimizda bayram sayli juda ham yuqori kayfiyatda o'tyapti. Bu tarafimizda sport o'yinlari, bu tarafimizda milliy liboslar, u tarafimizda barcha urf-odatlarimiz ko'rsatib o'tilgan. Bu go'ja haqida biz qo'shiq aytyapmiz. Go'ja xayrli, qozon to'ldi degan ovqatlar pishiriladi. Qo'shnilarga, kelgan mehmonlarga tarqatiladi. Go'ja bu milliy taom. Bu qo'shiqlarimiz har turli. Go'ja haqida bor, palov haqida bor. Yana boshqa milliy taomlarni biz mana shu xalqqa tarannum qilib aytib beramiz. Yoshlarimiz mana shu an'analarimiz, udumlarimizni unutmasin. Xalq o'yinlari, sport o'yinlari qilinadi. Qo'y urishtirish bo'ladi. Kelin salomlar o'tkaziladi. Beshkab chaqaloqni bog'lash udumlari o'tkaziladi. Maqsadimiz shu udumlarimiz unutilmasligi uchun. Navruz bilasizmi, yangi kun, yangi mana mehnatni boshlanishi, yilimizni boshlanishi bilan qadrli. Sport musobaqalari esa bayramga yanada jo'shqinlik bag'ishladi. Milliy kurash, arqon tortish, yugurish kabi bellashuvlarda yoshlar va kattalar faol ishtirok etib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga munosib hissa qo'shdilar. Bu kabi tadbirlar nafaqat jismoniy chiniqish, balki jamoaviylik va hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Есік алды көк шалғын түкті болсын. Денсаулық баршаңызға мықты болсын. Бүгінгі болып жатқан мейрамыңыз осы тұрған баршаңызға құтты болсын қалайық. Ұлысуаң болсын, ақмол болсын, бәле жала жоқ болсын. Наурыз мейрамының қарсаңында біздің 3-ші геотехнологик жамамыз хам өзінің іштіракыменен, көргізбеліктеріменен осы намайышқа келгенбіз. Бүгін біз бүкіл халыққа жиналған жамағатқа қызға сырға салу әдет ғұрпын, келіндің бетін ашу әдет ғұрпын, өзбек халқының келін сәлемін, баланың сүндеттендіруін, баланы бесікке салу, баланың тәй-тәй қадамдарын, әдет ғұрыптарын алып келгенбіз. Сонымен қатар біздер, сол біздің атам халқымыз немен тіршілік еткен, жүнді иіріп, киізді басып, ұршықты үйіріп, міне осылардың баршасын біз көрсетуге халық алдына алып келгенбіз. Бүгінгі мереке өте баршамыз қуаныштымыз. Еліміз тыныш болсын, осындай мерекелер бола берсін, аман болсын баршасы. Наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Біздерде дерменге бидайды өткізіп, талқан істейміз. Ескіден қалған бұл енді ауылымызда да бұл үшін сабаймыз, киіз бастырамыз, шүйкелеп жіберет нақсы, жіп наски неулер тоқитында ұрпадатыларды машқылаппыз да. Наурыз енді еліміздің өзі жаңа жыл есебі, жаңа жылда барлығыңызды жаңа жылмен құттықтаймын.
Navruz shodiyonalarida yangragan xalq qo'shiqlari, dutor, nay, qo'biz va g'ijjak kabi cholg'u asboblaridan taralgan navolar Navruzning qadimiy milliy bayram ekanligidan darak berib, barchaga shod va xurramlik, zavq-shavq bag'ishladi. Azaldan xalqimiz madaniyatining yuksak namunasi bo'lib kelgan milliy kuy qo'shiqlarning ona tabiat go'zalligiga uyg'un jozibasi, tarovati barchaning qalbida ona zaminimizga mehr-muhabbat tuyg'ularining yorqin ifodasiga aylangan. Farhod, kelhod, o'ynagani kel, quvnagani kel, otang bilmasin, onang bilmasin, yayragani kel, sayrga kel, hey hey! Hayyor yor yoringman, kelgin yor o'ynaylik. Hayyor yor yoringman, kelgin yor o'ynaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgin yor o'ynaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgin yor o'ynaylik. Kim oladi yo shu Ginani yo, kim oladi yo shu ginani yo. Men olaman shu ginani yo. olamaysan shu ginani yo. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsan, shakar bo'lsang ham o'zingni ko'rsan. Qani ololmadi yo shu ginani yo. Kalin kakarin kakarin kamarin sadalar kamarin 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 kalin kakarin kakarin kamarin. Я от души поздравляю наш дружный народ Узбекистана. Я русская, я родилась в Узбекистане. Мы живем дружной одной большой семьей и поддерживаем как традиции узбекского народа. Празднуем Навруз. Очень люблю сумаляк. Очень люблю, тоже сама готовлю ярму. А также поддерживаем традиции русского народа. Справляем Масленицу, Пасху. И что самое хорошо, мои подруги узбечки, они также готовят, пекут. Поздравляю всех с Наврузом. Желаю мирного неба нам. Kayfiyatlaringiz qanday? Bayram qanday o'tyapti? Kayfiyatlarim juda ham yaxshi, a'lo darajada. Bugungi saylga biz Navoiy shahridan mehmon bo'lib keldik. Bu yerda juda ham milliy ruhda bezatilgan, juda ham ko'p tayyorgarlik ko'rishgan, milliy urf-odatlar, milliy taomlar hammasiga o'zgacha urg'u berishgan. Albatta, bugungi bayramda biz ham tomosha qilyapmiz, zavqlanyapmiz, ko'zimiz quvnayapti. Albatta, bular milliy urf-odatlar, qadriyatlarni o'rganyapmiz, o'zimizga o'rnak bo'lyapti. Navruzda asosan hamjihatlik, birdamlik, do'stlik ramzi hisoblanadi. Barchaga bayramona kayfiyat, hammaga sog'lik, tinchlik tilab qolaman. Albatta, mazkur bayram tadbirlari xalqimizga xos birdamlik, mehnatsevarlik va yangilanish ruhini yana bir bor namoyon etdi. Bu kabi sayllar nafaqat bayramona kayfiyat ulashadi, balki jamiyatni yanada jipslashtirish, islohotlar samarasini aholi hayotida yaqqol ko'rsatishga xizmat qiladi. Ko'ngillarni yashnatgan Navruz har bir inson qalbida yaratuvchanlik ishtiyoqini oshirib, ona tabiat in'omlarini qadrlash, tinch hayotimizni asrab-avaylash, halol mehnat qilish, go'zal diyorimizni yanada obod etishga undashi bilan ahamiyatlidir.